Akalar, video jicha kech chiqayotganiga ming bor uzr so'raymiz. Sababiki hozir qo'limiz umuman ulgurmayapti. Hozir ishonsalaring kuchuklarga juda katta pray qilyapmiz. Endi biz uchun katta. Sababi 5 ta, 6 ta itga emas, 10 ta, 15 ta itga joy qilyapmiz. Xudo xolasa sig'ib ketadi. Bozordan ko'ra yaxshiroq, bozordan ko'ra toza qonli itlarni olib kelishga va ashatda sotishga niyat qilyapmiz. Oldindan bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yasizlar. Akalar, bugungi bozorimiz juda chiroyli va sizlar kutgan kichkina mini itlardan ham chiqdi. Ayniqsa fransuskiy buldog. Akalar, videoni izohlarda qoldirasizlar. Kommentariyada javoblarni yozinglar. Iloji boricha olg'a deb ketinglar. Podpishkani unutmanglar. Videoni podpisa qilib hammaga jo'natib tashlaylar. Katta rahmat sizlarga. Assalomu alaykum akalar. Bozorimizga haskichalar chiqibdi. Mana haskilar. Mana haskilar. Pastroq shu. Ha, mana haskichalar. Ikkita erkak ekan, mana shunaqa qizidan mana oqini ham bitta ko'taringda aka. Mana oqidan. Bu qiz bola. 2 oylik bular ham. Mana seriyalari o'g'il bola. Akalar haski so'rayotganlarga 2 oylik hamma ovqatni yeyapti. Bu narsalar yeyapti, qurtlarga dorilar berilgan. Bu kuzxar. Bu urg'ochi. Mana ichalarimiz juda ko'p. Mana. Bu zanjirlar qiladi. Kuzxarimizdan 3 ta dona qoldi. $100 bular narxi, haskilar narxi $100. Mana oqlarda 1 milliondan beramiz. Vashcha chiroyli narsa, dumlari qayrilgan. Samoyatga o'xshashadi bular. Akalar, kamarni ham ko'proq qo'ying deyapti. Mana politsiyasiy kamarlarimiz vashcha zo'r. Pishiq 50 mingdan, bunaqa zanjirlarimiz 50 mingdan. Mana ular bor, bel kamarlar. Bular 130 ming, bunaqa tikonlilarimiz 100 ming so'm. Mana ular 150 ming so'm, 100 ming so'm. Arqonlarimiz bor, metrajli akalar, ko'chada aylantirib yurgani. Uzun pavadoglarimiz bor. Strogilarimiz bor, ko'chada bunday tortmaslik uchun iplarda. Har xil narsalarimiz bor akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Mishqichalar qancha, momo qiz? 30 ming, 35 mingdan mishqichalar chiqibdi. Mana. Akalar, bozorimizga turkmanskiy alaba chiqibdi, yomonidan chiqibdi. Baquvvatligini ko'ryapsizlarmi, Simbirnar. Narxini akamiz $200 deyapti. Tushirib, gaplashib o'zimiz sotib oldik. Tezroq orqaga chiqinglar. 1,5 millionga berib o'ramiz. $150 deyapmiz, bo'ladigani 1,5 million. Mana akalar, holatlari hali 2 oylik bo'lmabdi. Tishlarni ham o'zimiz ko'rdik. Hali go'dik, mana tushlari oldida tishlari chiqmabdi mana. Mana. Ayt asal bo'lsangizda bo'ynidagi zanjirlarni taqib qo'ydik mana. At. Dokka o'xshaydi aka. Holat zo'r. 2 oyliga bormagan, ovqat yeb ichishi vashcha udar. Erkak it $200 narxi aytishyapti. Bozorda savdo qilib oldik, 1,5 millionga beramiz akalar. Kvadratlari, tumshuqlari, hamma yo'la kallalari juda katta. Hozirgi veslari 12 kilo chiqyapti. Bah. Lapalarni ham ko'rib ko'rasizlar, lapada vashcha uda. Buni jivoy ko'rganlar yana ham havas qilishadi. Bah. Panda. Fransuskiy buldog akalar. 7 oylik urg'ochi. Hali tug'magan, yosh. Katta bo'lmaydigan. Aqabaqa yurgizingda aka. Mini ko'pchilik anjonli akalarimiz so'raydi. To'q-po'g'lari bo'ladi. Mishq-pishiq quvlatgani. Katta bo'lmaydigan itlardan.
Narxi qancha? 1 million. 1 million deyishyapti. Akalar, chiroyli aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Ko'pchilik so'rayapti shunaqa zotlardan. Fransuskiy buldog so'rashyapti, mana chiqibdi. Bular qo'riqchilikda ahlarni zo'r qiladi. Aka, bu birovga tegib tishlab netmaydimi yosh bolalarga? O'ta yosh bolalarga yuvosh ekan, indamas ekan. Na bir yugurib o'ynayveradi. O'ynaq ekan. Akalar mana pandachalardan chiqibdi, katta bo'ladigan it. Ha, ikkita erkak, bitta urg'ochi bor. Akalar, holatlari zo'r, yeb ichishlari yaxshi. 1,5 oylik. Ular dumlarni kessalaring, chorvalaringga, uylaringga qo'riqchilik yaxshi qiladi. Ota-onasi qo'y boqadi. Ota-onasi qo'yni ichida yurar ekan, qo'yni qaytarib, qo'yni boqib yurishar ekan. Akalar, mana shu qo'ychi akalarimizga tavsiya etamiz. Mana quloqlarni kestirsalaring, kallalari katta, juda chiroyli, go'zal narsa bo'ladi. Aka, lubu ovqat yeyapti, o'sha sutdan chiqqan. Uyda nima ovqat desa, odam aslida ortgan bersa yeyaveradi. Ortgan ovqatlar yeb yurishibdi ekan. Endi tanzalaganiga 15 kun bo'ldi. Boshida. Mana spanel chatishgan. Nech pul dedingiz, Ibrohim aka? 300 ming. 300 ming aka. Nech pul qilib berasiz? 250 ming. 250 ming qilib berishar ekan. Erkagi bormi ichida? Yo'q, urg'ochi. Ikkita urg'ochi akalar, yana ham tushib berishadi. Mana uni nech pul aka? Bu oddiy qirg'iz it, 150 ming. 150 ming. Uchi aka. U Spaniel bilan yakterier chalish. Ha, nech pul? Soqolli. Nech pul? Dirat xariga o'xshar ekanda. Yakterier. 800 ming narx aytishyapti. Erkak 3 oylik, 800 ha. Yo'q, 3 oylik emas, 6 oylik bu, 7 oylik. 6-7 oylikmi? Ha, katta o'polgan. Ziloy komanda qiladi. Ahranasida. Ahrana ham bor, o'lgan Derski. Mana mushukchalarimiz ko'pda. Nech pul mushukchalar kichkinalari? 50 ming, 40 ming. 50 ming, 40 ming. Mana bunaqa. Mana shinshilla bor. Shinshilla. Mana. Serebristi shinshilla Shotland. Ilhomboy akamiz YouTube'ga chiqmoqchi. O mushukchalaringiz ko'p ekan, Ibrohim aka bugun. Xudo beryapti. Liga chiqmayapmiz aka. Akalar, mana kuchuklarda har xilidan bor. Spanielda mana chatishgani deyapti egasi. Ibrohim aka nech pul aka? Ha? Nech pul? 300 ming. Bo'ladigani qancha aka? Bo'ladi 250 ming. 250 ming aka. Yana ham tushxonasi bormi yo'q bo'ladi? Yana ham tushib berilar ekan akalar. Labrador akalar. Erkak, ahranasi udar. Yosh bolalarga umuman tegmas ekan. Qarasha qo'riqchilikka olgan olishlari mumkin. Korishniy. Tak. Korishniy. Zoti qanaqa buni? Britanskiymi chiqibdi akalar. Necha oylik? 4 oylik. Narx qancha? 900 ming so'm kami bor deyapti. Ne ko'tarchi baba? Holatlari yaxshi. Mana mushuklarimiz ham bor bozorda. Nech pul bo'lsa berib yuborasan, kam? 750 bo'lsa beraman. 750 ming. Savdosini qilyapmiz akalar. 750 ming so'mga berib yuborar ekan ukamiz. Kelinglar, aloqaga chiqinglar. Mishiqda boqaman deydiganlarga, uyimda mishiq boqay deydiganlarga yengil narxlarda. Akalar, o'zimiz itlarni ham video davomida ko'rsatib ketamiz. Diratxat turibdi. Quruq chavcharkamiz bor. Bu maska deyiladi. Bunaqasi kamayib ketdi. Maska. Quruqchiligi va shu zo'r, nihoyatda aqlli. Yaxshi. Mana bu o'sha gibridimiz 500 mingga berib olamiz. Mana da nemis urg'ochi bor. Urg'ochi bu 8 oylikdan o'tib 10 oylikka yaqinlashib qolgan. Bah. Ke baqa. Qiz bola, labradorimiz. Mana kuchuklarimiz bu yoqda.
Mana bu yerda kuchuklarimiz husky, kushxorlarimiz qolgan. O, qo'riqchilikni ko'ryapsizlarmi? Mramorniy kushxor. Ha, to'roli urg'ochi. Nemis